Srochnoye, so'bisheniye, pensionerim, assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, aziz pensionerlar va yaqin kunlarda nafaqaga chiqishni rejalashtirayotgan vatandoshlar. Bugungi videomizning mavzusi juda ham muhim. Shoshilinch va har biringizga bevosita tegishli. Men sizlarga hozirda ro'y berayotgan va ko'pchilikni tashvishga solayotgan bir muhim yangilik haqida gapirmoqchiman. Bu ma'lumot sizning kelajakdagi moddiy ta'minotingizga aniqrog'i. Nafaqangiz miqdoriga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Agar siz hozirgi vaziyatni to'liq tushunmasangiz va kerakli choralarni ko'rmasangiz, jiddiy moliyaviy yo'qotishlarga duch kelishingiz mumkin. Shu sababli videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingizni so'rayman. Shuningdek, kanalimga hozirning o'zidayoq obuna bo'lib qo'yishingizni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu video qanchalik ko'p odamga yetsa, shunchalik ko'p inson o'z huquqlarini himoya qila oladi. Muammoning mohiyati xo'sh. Muammo nimada va nima o'zgardi? Oldingi tizimda pensionerlar o'z nafaqalarini olishda nisbatan sodda mexanizmlarga duch kelishardi. Mehnat daftarchasi ma'lum bir davrdagi o'rtacha ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma va ba'zi hollarda qo'shimcha hujjatlar talab qilinar edi. Ko'pchilik uchun bu jarayon ancha tushunarli va oddiy edi. Siz ishlagan yillaringizni, ish haqingizni hisobga olib, tegishli miqdorda nafaqa tayinlanishini kutardingiz. Hatto tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanganlar ham ba'zi imtiyozlarga ega edilar va ularning ish staji nisbatan oson hisobga olinar edi. Ma'lum bir patent asosida yoki oddiy ro'yxatga olish ma'lumotlari orqali staj tasdiqlanishi mumkin edi. Bu tizim ko'p yillar amalda bo'ldi, ammo hozir vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat tomonidan qabul qilingan yangi normativ huquqiy hujjatlar, xususan fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartirishlar va unga oid prezident qarorlari nafaqa tayinlash va qayta hisoblash tartibini sezilarli darajada murakkablashtirdi. Asosiy o'zgarish shundaki, endilikda sizning mehnat stajingizni tasdiqlovchi hujjatlarga bo'lgan talablar kuchaytirildi. Xususan, so'nggi yillarda qabul qilingan qarorlarda nafaqa tayinlash uchun faqatgina mehnat daftarchasi yoki ish haqi ma'lumotnomasi yetarli bo'lmasligi mumkinligi qat'iy belgilab qo'yildi. Endi sizdan nafaqa jamg'armasiga to'langan ijtimoiy soliqlar, ish haqi yoki daromadlaringizning real hajmini tasdiqlovchi qo'shimcha ma'lumotlar talab qilinishi mumkin. Bu ayniqsa norasmiy sektorda ishlaganlar, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanganlar yoki xorijda ishlaganlar uchun juda dolzarb. Agar ushbu yangi talablarga mos keluvchi hujjatlarni taqdim etmasangiz, sizning ba'zi mehnat stajingiz hisobga olinmasligi yoki nafaqangiz miqdori sezilarli darajada kamayishi mumkin. Bu sizning daromadingizga bevosita ta'sir qiluvchi jiddiy o'zgarishdir. Ko'pchilik pensionerlar bu yangiliklardan bexabar. Aynan shu sababli bugungi video nafaqangizni saqlab qolish uchun sizga yo'l yo'riq ko'rsatadi. Birinchi asosiy qism batafsil tahlil xo'sh. Bu yangiliklarni kimlar bilishi kerak? Kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar bunga parvo qilmasa ham bo'ladi? Keling, har bir jihatni ko'rib chiqaylik. Kimlar bilishi kerak? Bu ma'lumot hozirda nafaqa olib turgan barcha pensionerlar, kelgusi 5-10 yil ichida nafaqaga chiqishni rejalashtirayotgan fuqarolar, shuningdek pensiya yoshiga yaqinlashayotgan, ammo hali stajda noaniqliklar mavjud bo'lgan barcha shaxslar uchun mutlaqo zarurdir. Ayniqsa quyidagi toifadagi fuqarolar bu ma'lumotlarga jiddiy e'tibor berishlari shart. 1. Mehnat faoliyati davomida tadbirkorlik bilan shug'ullanganlar, ya'ni yakka tartibdagi tadbirkorlar, dehqon xo'jaligi a'zolari, oilaviy korxonalarda ishlaganlar. 2. Norasmiy sektorda ishlaganlar, mehnat daftarchasiga kiritilmagan, ammo ish haqi olgan davrlar bo'lganlar. 30. Xorijda ishlaganlar, chet elda mehnat faoliyati olib borgan va bu stajni O'zbekistonda hisobga olishni istaganlar. 4. O'zining shaxsiy yordamchi xo'jaligida ishlaganlar, ma'lum muddat o'z shaxsiy tomorqasida dehqonchilik bilan shug'ullanganlar. 5. Uzoq muddat kasallik tufayli ish joyidan ketgan yoki ijtimoiy ta'minotga ehtiyoj tufayli ishsiz qolgan davrlar bo'lganlar. 6. Yaqinda pensiya yoshiga yetgan, ammo hali pensiya rasmiylashtirmagan fuqarolar. 7. Pensionerlar. Ularning nafaqasi ancha oldin tayinlangan bo'lsa va ular o'z stajlari qayta ko'rib chiqilishi mumkinligidan xavotirda bo'lsa, kimlar tashvishlanishi kerak? Yuqorida sanab o'tilgan toifalarga mansub bo'lganlar, ayniqsa quyidagi holatlarda jiddiy tashvishlanishlar lozim. Mehnat daftarchasida yozuvlar tartibsiz yoki umuman yo'q bo'lgan davrlar mavjud bo'lsa. B. Tadbirkorlik faoliyati davridagi daromadlar
yoki ijtimoiy soliqlar to'lov to'g'risidagi hujjatlar saqlanmagan bo'lsa, JJ. Xorijda ishlaganlik haqidagi hujjatlar faqatgina ish beruvchidan olingan oddiy ma'lumotnoma bo'lib, xalqaro shartnomalarda ko'rsatilgan shaklda rasmiylashtirilmagan bo'lsa, D. Oilaviy sharoitlar tufayli mehnat stajida katta uzilishlar bo'lgan va bu uzilishlar uchun tasdiqlovchi hujjatlar yo'q bo'lsa, masalan, og'ir kasal qarindoshiga qaraganlik holati. Pensiya yoshiga yetgan bo'lsangiz-u, shaxsiy kabinet tizimida sizning stajingiz haqida to'liq ma'lumot yo'qligini ko'rsangiz, kimlar tashvishlanishi shart emas. Agar sizning butun mehnat faoliyatingiz rasmiy tashkilotlarda, davlat korxonalarida yoki yirik xususiy korxonalarda o'tgan bo'lsa, barcha mehnat stajingiz mehnat daftarchasiga aniq va to'liq kiritilgan bo'lsa, barcha davrlar uchun ijtimoiy sug'urta badallari o'z vaqtida to'langan bo'lsa va ayniqsa so'nggi yillarda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, demak sizga jiddiy tashvishlanishga hojat yo'q. Yangi qoidalar sizning stajingizga kamroq ta'sir qiladi. Chunki barcha ma'lumotlaringiz elektron bazada allaqachon mavjud bo'lishi ehtimoli yuqori. Biroq shunga qaramay, har ehtimolga qarshi, hech bo'lmaganda shaxsiy kabinet orqali o'zingizning pensiya hisobingizni tekshirib qo'yish ortiqchalik qilmaydi. Endi esa real hayotiy misollarga o'taylik, ular muammoning jiddiyligini ochib beradi. Misol 1. Ahmed Bobo va tadbirkorlik staji. Ahmed Bobo 1958 yilda tug'ilgan, Uzoq yillar kolxozda ishlagan. So'ngra 1995 yildan 2005 yilgacha, ya'ni 10 yil davomida yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullangan. Uning do'koni bor edi va u har yili patent asosida soliq to'lab kelgan. Oldingi qoidalarga ko'ra bu davr uning mehnat stajiga to'liq qo'shilar edi. U 2015 yilda pensiyaga chiqdi va 2 million so'm pensiya olardi. Yangi qoidalarga binoan tadbirkorlik faoliyati davri uchun nafaqa hisoblashda nafaqat patent, balki aynan shu davr uchun ijtimoiy soliqlar yoki yagona ijtimoiy to'lovlar to'langanligini tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinmoqda. Ahmed Bobo o'sha yillardagi soliq to'lov kvitantsiyalarini saqlamagan, chunki ularning muhimligini bilmagan. U faqat patentni ko'rsata oladi. Agar u soliq organlaridan yoki banklardan o'sha davrlardagi to'lovlar haqida arxiv ma'lumotnomasini topa olmasa, uning eng yillik tadbirkorlik staji hisobga olinmaydi. Bu esa uning umumiy stajidan taxminan 27 qismini yo'qotish degani. Natijada Ahmed Boboning pensiyasi 2 million so'mdan 6 million so'mga kamayishi, ya'ni oyiga 4,3 million so'm yo'qotishi mumkin. Bu har oyda jiddiy yo'qotish. Misol 2. Dilbar opa va ijtimoiy g'amxo'rlik davri. Dilbar opa 1962 yilda tug'ilgan, pedagogik sohada 25 yil ishlagan. Ammo 2000 yildan 2005 yilgacha, ya'ni 5 yil davomida og'ir kasal onasiga qaraganligi sababli ish joyidan ketishga majbur bo'lgan. O'sha paytda mavjud bo'lgan ba'zi imtiyozli qoidalarga ko'ra, bunday ijtimoiy g'amxo'rlik davrlari ma'lum shartlar asosida mehnat stajiga qo'shilar edi. Dilbar opa bu davrni o'zining pensiya stajiga qo'shib hisoblagan. U 2022 yilda pensiyaga chiqdi va 2 million so'm nafaqa olardi. Yangi qoidalarga ko'ra, bunday davrlarni tasdiqlash uchun endilikda nafaqat kasallik varaqasi yoki qarindoshlik rishtalari, balki mahalla fuqarolar yig'ini yoki tibbiyot muassasasidan maxsus shakldagi tasdiqnomalar talab qilinadi. Bunday tasdiqnomalarni 20 yil oldingi davr uchun topish deyarli imkonsiz. Agar Dilbar opa bu hujjatlarni taqdim eta olmasa, uning 5 yillik ijtimoiy g'amxo'rlik staji hisobga olinmaydi. Bu esa uning umumiy stajidan sezilarli qismini tashkil etib, pensiyasi 2 million so'mdan 5 million so'mga tushib ketishi, ya'ni oyiga 300 ming so'm yo'qotishi mumkin. Bu juda katta miqdor. Misol 3. Alisher aka va xorijdagi mehnat staji. Alisher aka 1960 yilda tug'ilgan. O'zbekistonda 20 yil ishlagan. So'ngra 2005 yildan 2012 yilgacha, ya'ni 7 yil Rossiya Federatsiyasida qurilish sohasida mehnat faoliyati olib borgan. Oldinlari xorijiy ish beruvchidan olingan oddiy ish haqi ma'lumotnomasi va mehnat daftarchasidagi yozuvlar asosida bu stajni hisobga olish mumkin edi. Alisher aka 2020 yilda pensiyaga chiqdi va 2,1 million so'm nafaqa olardi. Yangi qonunchilikka ko'ra, endilikda O'zbekiston va boshqa davlatlar o'rtasidagi ikki tomonlama ijtimoiy ta'minot shartnomalari doirasida tasdiqlangan hujjatlar yoki xorijiy davlatdagi tegishli pensiya jamg'armalariga to'langan ijtimoiy sug'urta badallari haqidagi ma'lumotlar talab qilinadi. Oddiy ma'lumotnoma yetarli emas. Alisher aka Rossiyadagi ish beruvchisidan faqat oddiy ma'lumotnoma olgan
va hech qanday ijtimoiy to'lovlar haqida hujjatlarga ega emas. Uning 7 yillik xorijiy staji. Agar u kerakli hujjatlarni topa olmasa, mutlaqo hisobga olinmaydi. Bu deyarli 20 tur stajni yo'qotish demakdir. Natijada Alisher akaning pensiyasi 2 million so'mdan 27 ming so'mga qisqarishi. Ya'ni oyga dartu 20 ming so'm kamroq olishi mumkin. Bu oilaning byudjetiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, yangi qoidalar shunchaki rasmiyatchilik emas. Balki har bir pensionerning hayotiga bevosita ta'sir qiluvchi real muammolarni keltirib chiqarmoqda. Hujjatlarning yo'qligi sizning yillar davomida to'plagan stajingizni shunchaki o'chirib tashlashi mumkin. Ikkinchi asosiy qism. Istisnolar, qattiqliklar va noaniq nuanslar. Bu yerda har bir pensioner bilishi shart bo'lgan muhim tafsilotlarni ko'rib chiqamiz. Istisnolar, kimlar yangi talablardan ozod etilgan? Hukumat har doim ham barcha fuqarolarga bir xil yondashmaydi. Ba'zi imtiyozli toifalar mavjud. Masalan, bir urush faxriylari va ularga tenglashtirilgan shaxslar. Ularning stajini tasdiqlashda boshqa, soddaroq mexanizmlar qo'llanilishi mumkin, ammo baribir mavjud hujjatlarni to'liq taqdim etishlari shart. 2. Ba'zi toifadagi nogironligi bo'lgan shaxslar. Ular uchun ham stajni tasdiqlashda maxsus shartlar bo'lishi mumkin, ammo bu har bir individual holatda pensiya jamg'armasi tomonidan ko'rib chiqiladi. O'z pensiyasi juda yaqinda. Ya'ni so'nggi 2 yil ichida tayinlangan va barcha ma'lumotlari elektron tizimda aks etgan fuqarolar. Ularning hujjatlari allaqachon yangi qoidalar asosida tekshirilgan bo'lishi ehtimoli yuqori. Shunga qaramay, yuqoridagi toifadagilar ham shaxsiy kabinetlarni tekshirib qo'yishlari tavsiya etiladi. Chunki vaziyatlar har xil bo'lishi mumkin. Qaltis jihatlar pitfalls, pensionerlar yo'l qo'yadigan keng tarqalgan xatolar men. Rasmiy e'lonlarga e'tibor bermaslik. Ko'pchilik pensionerlar televideniya yoki ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy xabarlarni e'tiborsiz qoldiradilar. Natijada muhim o'zgarishlardan bexabar qoladilar. 2. Mish-mishlarga ishonish. Qo'ni-qo'shnilardan, tanishlardan eshitgan, tasdiqlanmagan ma'lumotlarga tayanib, noto'g'ri xulosalar chiqarish yoki umuman harakat qilmaslik. Pensiya jamg'armasining rasmiy saytini yoki ishonch telefonini tekshirish eng to'g'ri yo'l. 3. Shaxsiy pensiya hisobini tekshirmaslik. Shaxsiy kabinet tizim bepul va hamma uchun ochiq. U yerda sizning elektron mehnat daftarchangizdagi ma'lumotlar, ish stajingiz, hisoblangan pensiya ballaringiz haqida batafsil ma'lumotlar mavjud. Uni tekshirmaslik o'z kelajagingizga befarq bo'lish demakdir. 4. Hujjatlarning muayyan turlarini tushunmaslik. Masalan, tadbirkorlik faoliyati uchun shunchaki patent nusxasi emas, balki bankdan olingan soliq to'lovlari haqidagi kvitansiyalar yoki arxiv ma'lumotnomalari talab qilinishi mumkin. Ma'lumotnoma deganda har doim ham oddiy ma'lumotnoma tushunilmasligi mumkin. 5. Muddatlarni o'tkazib yuborish. Ba'zi o'zgarishlar uchun aniq muddatlar belgilangan bo'lishi mumkin. Bu muddatlarga rioya qilmaslik nafaqaning kechroq hisoblanishiga yoki umuman ba'zi imtiyozlarni yo'qotishga olib kelishi mumkin. Masalan, agar sizning hujjatlaringiz joriy oyning 25 sanasigacha topshirilmasa, pensiya keyingi oydan qayta hisoblanishi mumkin. 6. Hujjatlarni noto'g'ri tayyorlash. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilayotganda barcha hujjatlarning asl nusxalari va notarial tasdiqlangan nusxalarini olib borish muhim. Ba'zida faqatgina nusxa emas, balki asli ham talab qilinadi. Shuningdek, ularning to'g'ri tartibda joylashtirilganligi ham muhim. Noaniq nuanslar e'tibor berish kerak bo'lgan mayda, ammo muhim tafsilotlar men. Pensiyani qayta hisoblash muddati. Agar siz yangi hujjatlarni topshirsangiz va pensiyangiz qayta hisoblansa, bu qayta hisoblash odatda hujjatlar topshirilgan oydan boshlab amalga oshiriladi. O'tkazib yuborilgan davrlar uchun pul qaytarilmasligi mumkin. Shuning uchun tez harakat qiling. 2. Ijtimoiy mehnat stajining hisoblanishi. Oldinlari ba'zi ijtimoiy mehnat turlari, masalan, kolxozlarda paxta terimida qatnashish, jamoatchilik ishlarida ishtirok etish ham stajga qo'shilishi mumkin edi. Hozirda bu qoidalar qat'iylashgan va faqat davlat tomonidan rasman belgilangan holatlardagina hisobga olinadi. Har bir bunday holat alohida tahlil qilinishi kerak. Hujjatlardagi mayda xatolar, ism, familiya, tug'ilgan sana, ishga kirish yoki chiqish sanalaridagi arzimas xatolar ham hujjatning haqiqiyligiga shubha tug'dirishi mumkin. Bunday xatolar yuzasidan sudga murojaat qilish yoki arxivdan qo'shimcha ma'lumotnoma olish zarurati tug'ilishi mumkin. Bu jarayon juda ko'p vaqtni olishi mumkin. Davlatlararo shartnomalarning ahamiyati. Agar siz MDH mamlakatlarida
yoki boshqa davlatlarda ishlagan bo'lsangiz, O'zbekistonning o'sha davlat bilan ijtimoiy ta'minot bo'yicha shartnomasi bor yo'qligini aniqlash kerak. Shartnoma mavjud bo'lsa, stajni hisoblash ancha osonlashadi. Ammo shartnoma yo'q bo'lsa, stajni tasdiqlash uchun xorijiy davlatdagi pensiya jamg'armasidan rasmiy ma'lumotnoma olish talab qilinadi. Bu esa juda murakkab jarayon bo'lishi mumkin. 5. Raqamli pensiya tizimiga o'tish. Davlatning asosiy maqsadi barcha ma'lumotlarni raqamli bazaga o'tkazish. Agar sizning barcha stajingiz va ish haqi ma'lumotlaringiz ushbu bazaga kiritilgan bo'lsa, sizning ishingiz ancha osonlashadi. Biroq bu tizim hali to'liq ishga tushmagan va eski davrlardagi ma'lumotlarda kamchiliklar bo'lishi mumkin. Amaliy maslahatlar: siz nima qilishingiz kerak? Aziz pensionerlar, bu eng muhim qismidir. Moliyaviy barqarorligingiz hozirgi harakatlaringizga bog'liq. Mana siz amal qilishingiz kerak bo'lgan aniq qadamlar. Rasmiy manbalarni tekshiring. Hech qanday mish-mishlarga ishonmang. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytiga Pensiya MF.uz tashrif buyuring. U yerda eng so'nggi qonunlar, qarorlar va ularga oid tushuntirishlar e'lon qilinadi. Agarda internetga kirish imkoniyatingiz bo'lmasa, tuman shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga telefon qiling yoki murojaat qiling. Ularning mutaxassislari sizga to'g'ri ma'lumot berishi shart. Shaxsiy kabinet tizimiga kiring va ma'lumotlaringizni tekshiring. Bu juda muhim qadam. Hozirgi kunda davlat xizmatlari markazlari orqali yoki internet orqali ID karta yoki pasport va JSH raqamingiz bilan o'zingizning shaxsiy kabinetingizga kirishingiz mumkin. Bu yerda sizning elektron mehnat daftarchangizdagi ma'lumotlar, ishlagan joylaringiz, stajingiz, oylik ish haqingizdan to'langan ijtimoiy soliqlar miqdori va umumiy pensiya ballaringiz aks etadi. Har bir davrni diqqat bilan tekshiring. Agar qandaydir davrlar ko'rsatilmagan bo'lsa yoki ma'lumotlar noto'g'ri bo'lsa, bu siz uchun qo'ng'iroq bo'lishi kerak. Bu kamchiliklar o'z-o'zidan tuzalib qolmaydi. Uchun barcha mehnat hujjatlaringizni sinchiklab ko'zdan kechiring. Bu sizning xazinangiz. Mehnat daftarchangiz, diplomlaringiz, ayniqsa agar siz o'quv yurtida o'qigan davr ham stajga qo'shiladigan bo'lsa, xizmat safarlari haqidagi buyruqlar, avvalgi ish joylaringizdan olingan ma'lumotnomalar, ish haqi to'g'risidagi kvitansiyalar, agar bo'lsa, tadbirkorlik patentlari, soliq to'lov kvitansiyalari, bank ko'chirmalari, dehqon xo'jaligi a'zoligi to'g'risidagi hujjatlar, ijtimoiy yordam ko'rsatilganligi to'g'risidagi tibbiy ma'lumotnomalar va mahalla fuqarolar yig'inining tasdiqnomalari, xorijda ishlaganlik haqidagi hujjatlarni to'plang. Hamma narsani tartibga soling, nusxalarini tayyorlang. Asl hujjatlaringizni faqat nusxalarini topshiring. Dard maxsus holatlar uchun hujjatlarni tayyorlang. Agar tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullangan bo'lsangiz, patentdan tashqari soliq organlaridan yoki banklardan o'sha davrlardagi barcha ijtimoiy soliqlar yoki yagona ijtimoiy to'lovlar to'langanligini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomalarini olishga harakat qiling. Ba'zan bu ma'lumotlar banklardagi shaxsiy hisob varaqlar ko'chirmalarida ham aks etishi mumkin. Agar oilaviy sabablarga ko'ra kasal qarindoshga qarash ish joyidan ketgan bo'lsangiz, o'sha davrdagi kasallik varaqalari, tibbiy xulosalar, mahalla fuqarolar yig'ini tomonidan berilgan qarindoshga qaraganlikni tasdiqlovchi ma'lumotnomalar yoki guvohlar ko'rsatmalari sud orqali tasdiqlash uchun kerak bo'lishi mumkin. Bu holatda aniqroq ma'lumot olish uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qilish lozim. Agar xorijda ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchidan olingan ma'lumotnomadan tashqari, o'sha davlatdagi ijtimoiy sug'urta fondlaridan yoki pensiya jamg'armasidan sizning nomingizga ijtimoiy badallar to'langanligi haqidagi rasmiy ma'lumotnomani olishga harakat qiling. Bu hujjatlar apostol qo'yilgan yoki konsullik tomonidan legalizatsiya qilingan bo'lishi kerak. Bu jarayon ancha vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun tezda harakat qiling. 5. Pensiya jamg'armasi bo'limiga tashrif buyuring. Barcha hujjatlaringizni to'plaganingizdan va shaxsiy kabinetingizdagi ma'lumotlarni tekshirganingizdan so'ng yashash joyingizdagi tuman, shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga oldindan yozilib uchrashuvga boring. Ularga borishingizdan oldin qaysi hujjatlar sizda yo'qligi yoki shubhali ekanligini aniqlab oling. Mutaxassis bilan shaxsan suhbatlashing, vaziyatingizni batafsil tushuntiring. Murojaatga tayyorgarlik, barcha hujjatlaringizning asli va notarial tasdiqlangan nusxalari bilan boring. Shaxsiy kabinetingizdagi ma'lumotlarning chop etilgan nusxalarini ham olib boring. O'zingizni qiziqtirgan savollarni oldindan yozib oling.
Agar sizga tushunarsiz javob berishsa, yozma ravishda tushuntirish talab qiling. Bu sizning huquqingiz. 6. Ariza yozish tartibi. Agar tajingizni tasdiqlash uchun qo'shimcha hujjatlar taqdim etishingiz kerak bo'lsa yoki nafaqangizni qayta hisoblashni so'rasangiz, pensiya jamg'armasi xodimiga to'g'ri ariza yozishda yordam berishini so'rang. Ariza quyidagilar aniq ko'rsatilishi shart. Sizning ish, yashash manzilingiz, aloqa telefoningiz, qaysi davrlar uchun stajni tasdiqlashni so'rayotganingiz va qaysi hujjatlarni taqdim etayotganingiz. Nima uchun bu hujjatlar avvalroq taqdim etilmagani qisqacha izohi. Agar sabab bo'lsa, nafaqani qayta hisoblashni so'rashingiz va uning asoslari. Arizani 2 nusxada tayyorlab, bir nusxasiga qabul qilinganligi haqida belgi qo'ydirib oling. Bu kelajakda sizga isbot bo'ladi. 7 muddatlarga rioya qiling. Barcha harakatlarni imkon qadar tezroq amalga oshiring. Muddatlarni o'tkazib yubormaslikka harakat qiling. Chunki bu nafaqangizga jiddiy ta'sir qilishi mumkin. Pensiya jamg'armasi mutaxassislaridan sizning holatingiz bo'yicha aniq muddatlar bor yo'qligini so'rang. Xulosa va yakuniy chorlov aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek, pensiya ta'minoti tizimidagi o'zgarishlar shunchaki nazariy emas, balki har bir pensionerning hayotiga bevosita ta'sir qiluvchi real vaziyatlarni keltirib chiqarmoqda. Bugungi kundagi passivlik kelajakda katta moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Sizning moliyaviy xavfsizligingiz bugungi faol harakatlaringizga bog'liq. Shuning uchun bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirmang. Videoni qayta tomosha qiling. Kerakli ma'lumotlarni yozib oling va darhol harakatni boshlang. Barcha hujjatlaringizni tartibga soling. Shaxsiy kabinetingizni tekshiring va pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Bu videoni tanishlaringiz va yaqinlaringiz bilan baham ko'ring. Ularning ham xabardor bo'lishi juda muhim. Izohlarda o'z savollaringizni yozib qoldiring, o'z tajribangiz bilan o'rtoqlashing. Keling, birgalikda bir-birimizga yordam beraylik. Agar videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va kanalimga obuna bo'ling. Bu bizga yangi ma'lumotlarni yetkazishda motivatsiya beradi. E'tiboringiz uchun rahmat va o'zingizni asrang.